Assalomu alaykum YouTube kanalim muxlislari. Bugungi darsimizda katta hajmli PDF fayllarni Word faylga dastur orqali o'tkazishni o'rgataman. Nima uchun dastur orqali? Sababi katta fayllar internet orqali o'tkazgan vaqtda qiyinchiliklarga to'g'ri keladi. Sababi pulisini sotib olishga to'g'ri keladi. Keyin ancha vaqtni olishi mumkin. Shuning uchun Nitro 10 degan dastur bor. Ko'rinishi mana bunaqa. Mana shu dastur orqali agar uстановка qilingan bo'lsa, mana shu dastur orqali osongina o'tkazish mumkin. Katta fayllarni ham bemalol o'tkazib olish mumkin bo'ladi. Bu kimlarga kerak? Juda ham ko'p fayllarni PDF da kelgan fayllarni Word faylga o'tkazib yozadiganlar uchun ayniqsa asqotadi. Hech qanaqa pul so'l kerak emas. Bir marta o'rnatilib olgandan keyin bemalol foydalanaverasizlar. Mana Nitro 10 faylimiz ochildi, dasturimiz. Ya'ni PDF faylni Wordga o'tkazish uchun mana bu joyda Word degani chiqdi. Bu ruscha versiyasi. Shuning uchun mana bu Wordga o'tkazish uchun mana buni bosamiz. Excelga o'tkazish uchun mana buni. Biz Word qiziqarli hozir. Shuning uchun Wordni bosamiz. Добавить fayli deydi, ya'ni faylni qo'shing deyapti. Mana bu yerda bizda уже fayl bor ekan, bu mana shu faylni Word faylga o'tkazamiz. Mana sizlarga yangidan mana добавить faylni bosgandan keyin mana buni tanlay qolaylik. Uslubiy tavsiyalar. Demak, o'sha faylni tanladik. Открытni bosamiz. Uslubiy tavsiyalar bo'ldi. Mana bu преобразование tugmasini bosamiz. Выбранный fayl уже открыт deyapti. Hop, boshqa fayl tanlang deyapti. Demak, yana bir marta bosamiz. Mana ketdi uslubiy. Mana biz o'sha uslubiy og'ir hayotiy vaziyatlarga tushib qolgan bolalar uchun uslubiy bu tavsiyalar degan faylni Word faylga o'tkazib berdim. Mana Word faylni ko'rib turgan bo'lsalaring, bemalol tahrirlash mumkin bo'ladi. O'chirish mumkin. Demak, osongina biz PDF faylni Word faylga o'tkazdik. Video darsimizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Har doimgidek obuna bo'lish va like bosishni unutmasangiz bo'ldi. Rahmat yana bir marta.